bugun men pensiya oladigan har bir inson, shuningdek ota-onasi, bobosi yoki buvisi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi. Yoshga bog'liq qo'shimchalar oshishi va qarindoshlarimiz, ayniqsa yoshi ulug' qarilarimizga amalda qancha pul qo'shilishi mumkin? Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ayrim odamlar o'ziga tegishli qo'shimcha pulni bilmay yuradi. Ariza bermaydi yoki hujjatdagi xato sabab oyma-oy kamroq pensiya oladi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini sodda qilib aytaman. Indeksatsiya pensiya miqdorining narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi va davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi sababli oshirish jarayonidir. Ya'ni odam bir necha yil oldin belgilangan pensiyani o'sha eski miqdorda olib yurmasligi kerak. Chunki bozordagi narx, dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat xarajatlari o'zgaradi. Shuning uchun davlat va vakolatli organlar pensiyalarni ma'lum foizda yoki bazaviy miqdorlarga qarab qayta hisoblab boradi. Oldin ko'p pensionerlar faqat asosiy pensiya miqdoriga qarab fikr yuritardi. Masalan, kimdir mening pensiyam 1 million 200 ming so'm deb aytadi. Lekin aslida pensiya tarkibi bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy hisoblangan pensiya, ustama, yoshga bog'liq qo'shimcha, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq to'lov, alohida xizmatlari uchun qo'shimcha, kam ta'minlanganlikka doir yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar. Shuning uchun pensiya oshdi deganda hamma odamga bir xil summa qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Kimdadir 1 ming so'mga oshishi mumkin, kimdadir 2 ming so'mga, kimdadir esa faqat ayrim qo'shimcha qayta hisoblanadi. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, yoshga bog'liq qo'shimchalar masalasiga odamlar ko'proq e'tibor berishi kerak. Yosh tag'ajiga do'qoniga yetgan pensionerlar, yolg'iz yashaydigan keksalar, parvarishga muhtoj bo'lganlar yoki hujjatlarida oldin to'liq aks etmagan holatlar bor odamlar o'z pensiya hujjatini qayta tekshirtirishi juda muhim. Chunki ko'pincha muammo qonunda emas, ma'lumot bazasida, eski mehnat daftarchasida. Familiya almashganda, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilganda yoki pensioner o'z huquqini bilmaganda bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni ta'kidlayman. Pensiya indeksatsiyasi avtomatik bo'ladigan holatlar bor. Lekin hamma qo'shimcha ham avtomatik tushadi deb xotirjam bo'lish yaramaydi. Agar pensiya umumiy tartibda oshirilsa, odatda pensiya jamg'armasi bazasida turgan ma'lumotlar asosida qayta hisob-kitob qilinadi. Pensioner alohida borib ariza yozmasa ham yangi miqdor keyingi to'lovlarda ko'rinishi mumkin. Lekin yosh qo'shimchasi, parvarish qo'shimchasi yoki ayrim imtiyozlar uchun shaxsiy holat tasdiqlanishi talab qilinadi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga faqat SMS kutib o'tirmang, hisob varaqni tekshiring deb maslahat beraman. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Otaxonning pensiyasi 1 million 500 ming so'm bo'lgan. Indeksatsiya natijasida asosiy pensiya qismi 10% ga oshirilsa, uning pensiyasi taxminan 1,5 ming so'mga ko'payadi va 1 million 620 ming so'm atrofida bo'ladi. Lekin agar shu otaxon yoshi bo'yicha qo'shimcha ustamaga ham haqli bo'lsa, unda faqat 1,5 ming emas, undan ortiq miqdor chiqishi mumkin. Mana shu yerda odamlar adashadi. Ular faqat umumiy foizni hisoblaydi. Lekin yosh qo'shimchasini alohida tekshirmaydi. Ikkinchi misol. Onaxon Navanja 2 yoshda pensiyasi 1 million 300 ming so'm. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda doimiy dori ichadi. Uning hujjatlarida yolg'iz yashashi, parvarishga muhtojligi yoki tegishli ijtimoiy maqomi rasmiy tasdiqlanmagan bo'lsa, u faqat oddiy pensiya indeksatsiyasini oladi. Ammo tegishli hujjatlar yig'ilib, ijtimoiy xizmat yoki mahalla orqali ma'lumotlar tasdiqlansa, ayrim qo'shimcha yordam turlariga ham yo'l ochilishi mumkin. Men bu yerda shuni aytmoqchiman. Pulni olish uchun odamning holati qog'ozda ham ko'rinishi kerak. Hamma biladi-ku, u kishi yolg'iz. Degan gap rasmiy hisob-kitobda yetarli bo'lmaydi. Uchinchi misol. Pensiya ilgari zavodda ishlagan, lekin mehnat stajining bir qismi elektron bazaga kirmagan. U 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi, ammo bazada 24 yil ko'rinadi. Natijada pensiya miqdori pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bo'lsa ham past hisoblangan pensiya ustiga foiz qo'shiladi. Ya'ni asos noto'g'ri bo'lsa, oshgan summa ham kutilgan darajada bo'lmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga pensiya tayinlangan varaq qisqa hisoboti, ish haqi ma'lumotlari va mehnat
daftarchasidagi yozuvlarni solishtirib ko'rishni tavsiya qilaman. 4-misol. Bir oilada 2 nafar pensioner bor. Er va xotin. Erning pensiyasi 2 million so'm, xotinniki 1 million 100 ming so'm. Indeksatsiya bir xil foizda bo'lsa, erga ko'proq pul qo'shilgandek ko'rinadi, xotinga esa kamroq. Bu adolatsizlik emas. Bu foizli hisob-kitobning natijasi. 2 millionning 10% 200 ming, 1 million 100 mingning 10% 100 ming bo'ladi. Lekin xotin yoshi, sog'lig'i yoki boshqa asoslar bo'yicha qo'shimchaga haqli bo'lsa, umumiy o'sish farqi kamayishi mumkin. Shuning uchun har bir odamning holati alohida ko'riladi. 5-misol. 9 yoshga yaqinlashgan yoki 9 yoshdan oshgan keksalarda yosh qo'shimchalari ko'pincha alohida ahamiyatga ega. Bu yoshda xarajatlar oddiy pensionerga qaraganda ko'proq bo'ladi. Dori, tibbiy ko'rik, parvarish, transport, ba'zan maxsus oziq-ovqat, ko'zoynak, eshitish apparati yoki uyda qarovchi yordami kerak bo'ladi. Shuning uchun yoshga bog'liq ustamalar faqat bonus emas, real hayotdagi ehtiyojini qoplashga qaratilgan qo'shimcha deb tushunilishi kerak. Agar oilada shunday keksalar bo'lsa, farzandlari ularning pensiya hujjatini yilga kamida bir marta tekshirtirib qo'yishi kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi juda past bo'lganlar. Ikkinchidan, yoshi 60dan oshganlar. Uchinchidan, eski hujjatlari. Mehnat daftarchasi tug'ilgan sana yoki familiya bo'yicha tafovut borlar. 4-dan, ilgari boshqa respublikada yoki boshqa tashkilotda ishlagan, ammo staji to'liq kiritilmagan odamlar. 5-dan, nogironligi, parvarishga muhtojligi yoki alohida ijtimoiy maqomi bor. Lekin bu ma'lumotlar pensiya ishida aks etganiga ishonch yo'qlar. Kimlar unchalik xavotir olmasa ham bo'ladi, agar pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa. Hamma hujjat elektron bazada to'liq bo'lsa, siz har oy to'lov miqdorini tekshirib borsangiz va pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini olib ko'rgan bo'lsangiz, katta xatolik ehtimoli kamroq bo'ladi. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki amaliyotda yangi tayinlangan pensiyada ham ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olingan, staj sanasi bir oy yoki bir yil kam yozilgan holatlar uchraydi. Bir qarashda kichik xato. Lekin oyma-oy hisoblaganda katta pulga aylanadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi bilan qo'lga tegadigan pul bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki ayrim pensionerlar pensiyani plastik kartaga oladi, ayrimlari naqd oladi, ayrimlarning bank krediti yoki majburiy ushlanmalari bor. Agar pensiyadan qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, indeksatsiya qilingan summa to'liq qo'lga tegmasligi mumkin. Masalan, pensiya 200 ming so'mga oshdi. Lekin sud qarori yoki bank kelishuvi bo'yicha ma'lum qismi ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga tushgan farq 200 mingdan kam ko'rinadi. Bunday vaziyatda odam menga oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan bo'ladi, lekin ushlanma ham mavjud bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovning kuchga kirish sanasi muhim. Ba'zan yangi miqdor ma'lum sanadan amal qiladi. Lekin to'lov keyingi oyda yoki qayta hisob bilan birga tushadi. Masalan, oshirish bir sanadan belgilangan, ammo texnik qayta hisob-kitob sabab pul 20 sanada yoki keyingi pensiya to'lovi bilan ko'rinishi mumkin. Shuning uchun birinchi oyda darhol xulosa chiqarmang. Hisob-kitob varaqasida qaysi davr uchun qancha hisoblanganini ko'rish kerak. Agar 2 oy o'tsa ham farq tushmasa, unda albatta murojaat qilish kerak. 3-nozik jihat. Yoshga bog'liq qo'shimchada tug'ilgan sana hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pasport, ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va pensiya bazasidagi sana bir xil bo'lishi kerak. Ba'zi keksa insonlarda eski hujjatlari sana boshqacha. Yangi hujjatda boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, tug'ilgan kuni 10 yanvar bo'lsa, bazada 10 yil turishi mumkin. Bu oddiy xato bo'lib ko'rinadi, lekin qo'shimcha to'lov bir necha oy kechikishi olib keladi. Shuning uchun yoshi taqvim yoki to'qimin chegarasiga yetayotgan odamlarning hujjatini oldindan tekshirish kerak. 4-nozik jihat, pensiya va nafaqa tushunchalarini aralashtirmang. Hamma ijtimoiy to'lov pensiya emas. Ba'zi odamlar yoshga doir pensiya oladi, ba'zilari nogironlik pensiyasi oladi, ba'zilari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, ba'zilari esa ijtimoiy nafaqa oladi, indeksa qo'yaladi. Qo'shimcha hisoblash tartibi va hujjat talablari turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizga qancha qo'shilgan bo'lsa, sizga ham aynan shuncha qo'shilishi shart degan xulosa noto'g'ri. Men har doim o'zingizning to'lov turini aniqlang deb aytaman. 5-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ular uchun pensiyani qayta hisoblash
ish haqi va sug'urta badallari yoki stajga doir ma'lumotlar alohida tekshirilishi mumkin. Agar odam pensiya olgani holda yana bir necha yil ishlagan bo'lsa, qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab qayta hisoblash huquqi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu har oy avtomatik oshadi degani emas. Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Mehnat shartnomasi rasmiy bo'lganmi? Ish haqi hisobotlarda aks etganmi? Mana shular muhim. 6-nozik gap, vafot etgan pensionerning to'lanmay qolgan pensiyasi. Oilalar ba'zan bu masalani bilmaydi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning ololmay qolgan pensiyasi yoki ayrim to'lovlari bo'yicha merosxo'rlar yoki birga yashagan oila a'zolari belgilangan tartibda murojaat qilishi mumkin. Bu alohida mavzu, lekin indeksatsiya davrida hisoblangan. Ammo o'limay qolgan summa bo'lsa, uni ham tekshirish kerak. Buning uchun o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va murojaat kerak bo'ladi. 7-nozik jihat. Mahallada aytishdi yoki bank xodimi shunday dedi degan gap rasmiy javob o'rnini bo'lsa olmaydi. Bank faqat pul tushganini ko'rsatadi. Mahalla ijtimoiy holat bo'yicha yordam berishi mumkin. Lekin pensiya miqdorini hisoblaydigan asosiy organ pensiya jamg'armasi tizimi va vakolatli bo'limlardir. Agar siz miqdordan norozi bo'lsangiz, og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, unga yozma javob berilishi kerak. Ana shu javob keyingi shikoyat yoki qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladi. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oylik pensiya tushumini tekshiring. Kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan ko'ring yoki bankdan ko'chirma oling. Naqd olsangiz, to'lov varaqasidagi summalarni yozib boring. Qaysi oyda qancha tushgan? Oldingi oyga nisbatan farq qancha? Qo'shimcha alohida ko'rsatilganmi? Shularni aniqlang. Faqat taxminan shuncha edi deb yurmang. Aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qanday qismlardan iborat ekanini so'rang. Men aynan shunday savol berishni tavsiya qilaman. Mening pensiyamning asosiy miqdori qancha? Ustamalar qancha? Yoshga bog'liq qo'shimcha bor yoki yo'q? Oxirgi indeksatsiyadan keyin qayta hisob-kitob qanday bo'lgan? Bu savollarni aniq bersangiz javob ham aniqroq bo'ladi. Agar imkon bo'lsa, yozma shaklda javob so'rang. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma. Parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin pensionerning shaxsini, yoshini, stajini va ijtimoiy holatini tasdiqlovchi hujjatlar asosiy rol o'ynaydi. 4-qadam. Agar yoshi takundan oshgan qarindoshingiz bo'lsa, uning tug'ilgan sanasi bazada to'g'ri turganini tekshiring. Men buni juda muhim deb bilaman. Chunki yoshga bog'liq qo'shimchalar aynan sana asosida beriladi. Agar sana noto'g'ri bo'lsa, qo'shimcha kechikadi yoki umuman ko'rinmay qoladi. Bunday xatoni tuzatish uchun avval shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, keyin fuqarolik holati davlatnomalari yozuvlari yoki arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Agar pensiya miqdori siz kutgandan kam oshgan bo'lsa, darhol bahslashishga shoshilmang. Avval hisobni so'rang. Masalan, siz hamma 200 ming oldi, menga 9 ming tushdi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin sizning pensiyangiz boshqa turda bo'lishi, ushlanma bo'lishi, qo'shimcha keyingi oyga o'tgan bo'lishi yoki oldingi oyda avans tarzida to'langan qism bo'lishi mumkin. Hisob kitobni ko'rmasdan turib xulosa chiqarish ko'p vaqt yo'qotishga olib keladi. 6-qadam, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi indeksatsiya bo'yicha qayta hisob kitobni tushuntirib berishingizni, pensiyam tarkibidagi asosiy to'lov va qo'shimcha ustamalarni alohida ko'rsatishingizni so'rayman. Shuningdek, yoshga bog'liq qo'shimcha yoki boshqa ustamalarga huquqim mavjudligini tekshirishingizni so'rayman. Ariza hujjatlar nusxasini ilova qiling va kirim raqamini oling. Kirim raqami bo'lmasa, murojaatni kuzatish qiyinlashadi. 7-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, yugurib turuvchi organga yoki qo'mda belgilangan tartibda shikoyat qiling. Lekin shikoyat yozayotganda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi sanada murojaat qildingiz? Qanday javob oldingiz? Qaysi raqamlar sizga tushunarsiz? Qaysi hujjat hisobga olinmagan deb o'ylaysiz? Shularni ko'rsating. Menga kam berdi degan umumiy gapdan ko'ra 1998-yildan 2004 yilgacha bo'lgan ish stajim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin.
degan gap ancha kuchli. 8-qadam. Farzandlar va nevaralar bu ishda yordam berishi kerak. Yoshi katta insonlar ko'pincha navbatda turishga qiynaladi. Ariza yozishdan tortinadi yoki keragi yo'q bolam, shuncha ham yetadi deb qo'yadi. Lekin bu ularning halol mehnati evaziga beriladigan pul. Bir oyda 100 ming so'm kam olayotgan bo'lsa, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar hatto bir necha yil davom etsa, bu katta summa. Shuning uchun bu masalada uyalmay, tinch, rasmiy va qat'iy harakat qilish kerak. 9-qadam. Norasmiy vositachilarga pul bermang. Men pensiyangizni oshirib beraman. Ichkarida tanishim bor. Hujjatni tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya qayta hisoblanishi hujjat va qonuniy asos bilan bo'ladi. Agar haqiqatan ham huquqingiz bo'lsa, siz ariza orqali ham natijaga erishasiz. Agar huquqiy asos bo'lmasa, vositachi ham qonuniy oshirib bera olmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni to'plash, rasmiy murojaat qilish, yozma javob olish. 10-qadam. Har safar yangi qaror, indeksatsiya yoki ijtimoiy to'lovlar oshishi e'lon qilinganda o'zingizga tegishli qismini tekshiring. Yangilikni eshitib, faqat sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Pensiyalar oshdi degani sizning kartangizga ertaga aniq falon summa tushadi degani emas. Qaysi sana, qaysi to'lov turi, qaysi toifa, qaysi ustama, qaysi tartibda qayta hisoblanishi kerak. Mana shu savollar muhim. Men bugun sizga pensiya indeksatsiyasi va yoshga bog'liq qo'shimchalar masalasida eng muhim narsani tushuntirdim. Hamma pensionerga bir xil summa qo'shilmaydi. Pensiya tarkibi alohida ko'riladi. Yosh, staj, hujjat, ijtimoiy holat va bazadagi ma'lumotlar juda katta ahamiyatga ega. Agar pensioner o'z huquqini bilmasa, unga tegishli qo'shimcha vaqtida tushmasligi mumkin. Agar hujjatda xato bo'lsa, indeksatsiya ham to'liq foyda bermasligi mumkin. Shuning uchun mening maslahatim oddiy. Oxirgi to'lovlaringizni tekshiring. Pensiya tarkibini so'rang. Yoshga bog'liq qo'shimcha bor yo'qligini aniqlang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Ayniqsa 80 yoshdan oshgan ota-onalarimiz, bobolarimiz va buvlarimizning hujjatlarini farzandlar albatta tekshirib qo'ysin. Sizning oilangizda pensiya oshganmi? Qancha qo'shildi? Yosh qo'shimchasi tushdimi yoki hali tushunarsiz joylari bormi? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bundan keyin ham pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.